Meni faqat boshingizga ishingiz tushganda yo'qlaysiz, a? Kasbingiz shu-da, opa. Bu safar ham o'sha ishmi? Shunaqa. Bu safar 2 hissa ko'proq to'layman. Nima qilib bo'lsa ham olib chiqib ketishingiz kerak. Men avval ish bilan tanishishim kerak. Sizga qanday ayblovlar qo'yilganini bilishim kerak. Jiddiy emas. Odam o'ldirmadim. Davlat sirlarini sotmadim. Firibgarlik. Aldov yo'li bilan birovlarni mol-mulkini o'zlashtirish oddiy ishmi? Shunaqa. Mayli. Pulini qachon to'laysiz? Chiqqanimda. Yo'q. Men nasiyaga ishlamayman.